Ikkita o'zbek Polshadan Portugaliyagacha bugun bizning 64-kunimiz o'rtoqlar. Bo'ldi, bu yog'iga hech qanaqa pul, hech narsa rol o'ynamaydi. Bu yog'iga faqat matonat, sabr va o'zingizlarning maqsadinglar rol o'ynaydi bo'ldi. Peshanani ko'rsating. Chapgan hech bo'lganman. Uje bosh tugul uje boshqa joylar ham terilib ketib qolyapti. Qaranglar. Naryoqda o'sha tog'gacha xatkabi ichlariga kirib olsak ham o'sha tog'da 40 kilometr qoldi. Xudo xohlasa yetib olamiz. Salzburg zonasigacha 40 kilometr qoldi. Bundan tog'li, mountain, chiroyli joylar. Ayiqlar ham bor. O'sha yoqqa kiramizmi ayiqlar bor joyga? Yo'l ham yo'q. Yo'q, yo'l bor, lekin o'sha imенно o'sha zonasi bor ekanda. Ayiqlar bor zonagami? Ha. Tog'i bor, lekin men eshitdim, haykirlar uchun uxlash mumkin emas. Kunduz yursanglar bo'ladi, birodarlar. Endi komanda bo'lib yurishadi. Biz ikkalamiz endi 2 kishi. Ispaniya, Portugaliyaga o'tganimizdan keyin u yoqda menimcha 50 gradus bo'lsa kerak, to'g'rimi? Tim bolli biz oldin yashaganmiz. Kunduz kuni yurasizlar, nafas olsanglar, namlik havoda burillatkilik qiladi. Voy dod. Lekin Atlantik okeani bo'ylab ketamiz-ku o'sha yerdan, to'g'rimi? Atlantik okeani bo'ylab, ashadda Ispaniyadan Bilbao tarafdan Portoga o'tib ketamiz, xudo xohlasa. O'zbekiston ikkita o'zbek yo'ldan qaytmaydi. Qaytgandiki